Tova, yana qanaqa ma'lumot bering? Qo'y-qo'ra yoqdimi, ma'qulmi? O'z vaqtida keldi. Namanganlik ustalarga, otasiga rahmat. Qo'llari bundan ham gul bo'lsin. Qo'raga gap yo'q. Pulimiz bergan pulimizga rozimiz. Juda chiroyli, juda kerakli narsa ishlab chiqarishdi. Malades, kam bo'lmasin. Xudo xolisa, opoda buni tepasi. Niyat maqsad bilan bo'lsa, niyat maqsadini Alloh musharraf aylasin. Bergan pulimizga ming martalab rozimiz. Assalomu alaykum, Adim Metal jamoasini kuzatib boruvchilar. 6-aprel Andijon Ulug'norga ikkitaligimizdan bir dona chiroyli yetkazib olib kelib berdik. Bu qo'y qo'ramiz razmeri og'ilidan qo'y ketigacha 180, yerdan balandligi bu yergacha 140, poldan tepagacha bir no'shkasi 40. Общий hisob kitob qilganda 2 dan ziyod. Og'illari chuqur, qo'y bo'yni 40 qo'ymasdan vibralar qadalgan, suv paqirlarigacha bor, zulflari bor. Har bir qo'yda oraliq masofasi 75 dan. Bu yog'iga 1,5. Tepasida qo'yni bemalol cho'miltiraverasiz. Bu razborkali holatda narxi 2,5 million so'm. Agar bez razborka bo'lsa 2 million 400 qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalar besplatniy, Toshkent voha bo'lsa summasiga summa qo'shiladi. Tog'a, bizga ruxsat, rozi bo'lasiz. Rahmat kam.